Tak, WhatsApp. Hammaga salom bo'ladi. Bugungi videomizda men survival qilaman. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Agar videom yoqsa, like bosib komment yozib keting. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin bolalar. Qanaqa video olishni bilmadim va survival olishga endi normalni bolalar. Tak. Chopamiz. Endi buni craft qilib olamiz. Olamiz. Yonma-yon nimaga bosib ketdi bu? Avval. Yonma-yon. Hozir bolalar charkni pasaytirib olay. Chunki device'im qotyapti. 2 chankka tushirib qo'ydim bolalar. Daraxtniga chopyapman o'zi. Mayli, buni ham olib qo'yaveramiz. Tak, qo'yamiz. Birinchi o'rinda chup yasaymiz va chupdan kirka. Tak, yerni tega qazib ketamiz. Tak, video chiqmayotgani sababi bolalar aytsam, chunki men shamollab qolgandim bolalar, kasal bo'lib qolgandim. Shuning uchun video chiqishi kamayib ketgandim. Endi sal o'zimga keldim. Endi bolalar shunaqa qilib sifatli kontentlarni chiqarishga harakat qilaman. Mana shunday yetadi. Tak. Tak. Mana va kirka. Tak. Yana chup yasaymiz. Tak, bolta. Tak. Endi bitta belkurak ham yasab qo'yamiz. Tak. Endi ketdik bolalar. Tak. Endi tovuqlarni o'ldiramiz. Какие. Опа. Какие. Qarasiga. Shunaqa qilib o'ldiramiz. Lekin men bu kerakmidi? Otvoramiz. Bolalar, keyingi video qanaqa bo'lsin? Kommentga yozib ketinglar bolalar. Tak. Keyingi video 5 ta like'dan keyin chiqadi. Опа. Опа. Mana senga. Tak. Device'im qotyapti. Mana shunaqa qilib o'ldirmasak. Tak, necha FPS bo'lyapti o'zi? Tak. 46 FPS ishlayapti. 46 FPS. Endi bitta pechka yasasak bo'lmaydi. Mana buni oling.
koyamiz. Aytgancha buni pishirishga daraxt yo'q-ku. Tak, mana shu daraxtni chopamiz. Shu daraxt yetib qolsa kerak. Mana. Agar buni men bunday qilib turib, bo'lib buni mana bu yerga bir ikkita qo'shib borib 19 tasini qo'yamiz. Tak va keyin esa uncha ko'p ham ketmaydi. Tak, wow, qizilgul. Agar mana shundan tuxum jo'ja ochib chiqsa, like bosib ya'ni obuna bo'lasiz. Va yo'q-yo chiqmadi. Nega yaramas? Afsus, omadim yo'q ekan. Buni chetga olib qo'yamiz. Yeysanmi? Yo'y. Yeysanmi? Yeysanmi? Keke. Tak, chuk tushibdi, mayli olamiz hozir mana. Va bizda tovuqchalarimiz pishdi. Yana bir ikkita qo'shamiz. Endi qo'y go'shtini pishiramiz. Tak bolalar, men mana shu yerlardan uy quraman. Tak. Uy qurishim kerak, uning uchun daraxt kerak. Shuning uchun daraxt chopib olaman. Bu qanaqa daraxt? Lekin bitta bunaqa daraxt topilishgan. Tak, mana yana bittasi. Tak, olamiz va mana buni ham chopib olamiz. Tak, opa. Yana bu daraxtdan yo'q ekan. Afsus. Mana bitta yana bittasi. Tak. Va bizda 15 ta bo'ldi bunaqa daraxtdan. Yana yo'qmi? Yo'q ekan. Yo'qmi? Tuxum nima qilibdi? Ana endi men shundan jo'ja chiqsa obuna bo'lasizlar. Va jo'ja chiqmadi yana. Yana bir bora chiqmadi. Bitta qo'yaman, chunki bittasi yetadi. Ketdi endi. Bazamga qaytib boraman. Tak. Va pishibdi. Buni endi barchasini sovuramizdan mana bunday qilamiz. Va buni 60 ta. Mayli. Yo'qmi? Men bunday qilaylik, kelinglar davay. Ba'zi bir surib oldimiz. Tak, olamiz. Mana olamiz. Mana shu yerdan bir ikkita ko'p kerak bo'ladi. Tak, oldim buni. Qaranglar. Mana bunday qilamiz. Hop. Hop, hop, hop. 4 tavam. Mendiga. Hop, hop. Va yetmay qoldi.
Ben bu tarafta köpeken topu olaman. İşqilib uyum shunaqaroq dizaynda bo'ladi. Aytgancha bola. Tak, mening do'stim bor, Raska Minecraft. Küçükçe yazıp durup Raska, pastki chizikcha 100 k desanglar chiqadi. Shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar, jubborlar. Yaqinda YouTube'da boshlagan. Shuni paddeshga qo'yaringlar. U ham Minecraft haqida video oladi. Iltimos shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Bu mening do'stim bo'ladi. Shunga ham obuna bo'lsanglar, men xursand bo'lgan bo'lardim. Tak. Mana shu yerdan qilamiz. Опа. Так, сразу я только сипс. Побаса победы. Tak, uxlab oldik. Tak. Tak, endi bu kravatni rangini o'zgartiramiz. Ana bu yerda sariq gul ham bor. Shu ikkitasini aralashtiramiz. Mana yasaymiz. Hoppa. Va qo'yamiz va bizga ishqilib o oranjiviy rang kelib chiqadi. Tak. Va bunday qilamiz va bitta qo'yamiz. Va mana bolalar. Mana. Kravatimiz ham tayyor. Tak, bolalar hozir. Yok, creeper. Yo, işte olamayayım. Yok o. Tak. Valla boshqaruv antika bo'lyapti bola. Tak, o'ziga keldi bola. Mana ot boramiz. Mana. Hoppa. Go'sht olamiz. Tak, menga daraxt kerak. Ikkita. Belki bundan ham ko'proq. Ko'proq kerak ekan. Men xayolimda bu dizaynni xayolimga keltiryapman-da. Yetmez ekan qo'lim. Tak, chopib tashlaymiz. Hop. Tak. Вот так. Mana. Hoppa. Mana. Yana yetmay qoldi bolalar. Problemasi yo'q. Daraxtda bomba yo'q bizda. Tak. Çünkü atrafımız tayga. Fakat daraxt uchraydi. Ularga bo'yim yetmadi. Mayli, lekin bizga yetarlicha bo'ldi. Hop. Va hop. Qo'yamiz va mana. Endi atrofiga bundan qo'yib chiqamiz. Mana. Albatta ikkitalik eshik qo'yamiz. Ikkitalik eshik bo'la qolsin.
Tak, tak, hoppa. Orqasiga tak. Orqasiga oyna shart emas. Tak. Orqasiga oyna shart emas bola. Va bo'ldi. Endi tomini yopsak bo'ldi. Chiqamiz. Mana вот так. Demak, bu yerga tushamiz. Va tomini mana shunday qilib chiqamiz. Menimcha yetib qolsa kerak. Mana. Hoppa. Mana va mana. Bitta ortib qoldi. Endi bitta eshik kerak. Endi mana bu narsalarni ko'chirsak ham bo'laveradi. Kirkamni shu paytgacha hech ham ishlatmabman u. Tak. Stop. Bitta polini o'zgartirmoqchisiz. Polini o'zgartirishimiz kerak. Bunaqa loy bo'lib turmaydi-yu, to'g'rimi bolalar? Hop. Tak bola, zapis ham 17 minut bo'libdi. Mayli, hop. 4 ta otib qolar ekan bundan. Tak mana. Demak, mendan bitta olib kelsam bo'ldi. Faqat bitta. Endi buni craft qilib olamiz. Aytgancha buni ham olaylik. Kravatni ham olamiz. Va uyim chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Mana. Va mana. Endi eshik yasaymiz. Va mana. Hoppa. Va menimcha bo'ldi. Endi bitta sandiq kerak. Sandiq yasaymiz. Tak chopamiz. Mana 4 ta 8 ta kelsa unga. Ya 5 ta qilaman. Mana qilamiz. Chunki menga 4 tasi yetib ortadi. Tak, mana. 16 ta va qo'shamiz yana. Tak, men buni olaman. Betga sandiq qo'yamiz. Betga esa pechga qo'yamiz. Endi normalli bolalar. Endi hamma ashkol-tushkolni mana shu yerga tikamiz. Tak, hozir men imkonga borib kelaymi ekan? Yo, mayli. Tak. Va bolalar, bugungi videomiz shular bilan tugaydi bolalar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Даже birinchi marta bola zapisni 20 minut qildim. Unda hammaga ko'rishguncha bolalar.